Joning sog' buguni qarang. Mana buni qarang endi. Nima deyapti? Bolasi buqasidan so'radinglarmi? Kecha jonivor. Mana bolasi buqasida akalar. Mana bolasi buqasida. Ikki kurak endi kuragi yormagan buzogidan so'radinglarmi? Mana o'sha mol. Sizlar qidirgan molni men topib qo'ydim. Sizlar qidirib izlanib yuribsizlarki, bolasi buqasidan bo'lsa, onasi birinchi qorin bo'lsin. Kuraklarni endi ikkinchi kurak chiqaryapti, birinchi bolasiga buqa. Namangan viloyati Chust tumani Karnon qishlog'i Jaloliddin akaning xonadonlari kelganmiz. 2026-yil 3-iyun sanasida turibmiz. Akalar, nima deyapti? Bir qator mollarni sifatiga e'tibor berib qo'yinglar mana. Shved so'rodinglarmi? Mana qarang, birinchi qoringa ikki kurakka yoryapti. Akalar, birinchi qoringa buqani tug'ib qo'yibdi. Ikkinchi qoringa g'onajinchani tug'ib qo'yibdi-ku. 8 ta suti bor-ku, nima deyapti? Bakka qarang. Joni sog' bo'lgan. Tutagina qarang. Turuvi qarang. Necha turuvi? Turuvi necha akalar? Mana. Metr yo'qmi? Metr yo'q akalar. Akalar endi mana shu moldan bir qator obzor qilishni boshlayversak. Bitta like gumbulatib qo'yasizlar. Chust Chorva kanaliga obuna bo'lib qo'yib, mana xotirjam ko'raverasizlar. Obuna bo'lmasam ko'rmayman. Mana buni qarang akalar. Ikkinchi qoringa 8-chi kurakka yoryapti, xudo xohlasa. 8-chi kurakka yoryapti. Ikkinchi bolasi. Bo'ylari 1.23, 1.25 kelib qoladi. 1.20 plyusga olaverasizlar. Nechta sutga javob? 8 taga garantiya. Sutiga, xudo xohlasa 8 taga garantiya beradi. Akani o'zlari chiqmayman deyapti. Mana bolachasi. Akalar mana. Bir haftalikmi? Ichib ketmagan mollar, ichib ketgan mollarni chiqarmayapmiz akalar. Men o'zim shaxsan o'zim chiqarmayman. Ichib ketdi, buzov bolasini ichib ketyaptimi, uni chiqarmayman. Ichini tuzatib keyin chiqariladi akalar. Bolasini ichib ketdisi yo'q, mana yuvvoshligini mana qarang. O'zim ushlab ko'rsatib beryapman. Mol o'ta korpusligidan, sifatidan, orqa boshlari ham kelgan. Nima deydi? Sifatli mol. Kim qanaqa deydi bilmayman, sifatda tengi yo'q. Normal mol bitta xo'jalikka bemalol xotirjam gabrataveradi. Joni sog' bo'lgur qarang. Bitta bunga narx ayting aka. Buni xudo xolasa 26 millionga vodiy bo'lib dastavkasini beramiz. 26 millionga 200 ming tushib qo'yasiz aka. 25 million 800 mingga telefon qiladi. Vodiy bo'lib dastavkasini qilib berasiz. Uyiga 25-8 ga sunnatiga o'tib berasiz ona. Sunnatiga o'tib berasiz. Mana shu mol uyingizda bo'lib turibdi-ku. Mana bozor sindirish akalar. Bormi? 8 litr sutga ketdi ikkinchi bolaga. Joning sog' bo'lsin. Endi mana buni qarang. Mana bu mol hamma qidirgan mol. O'sha sizlar qidirgan mol, men o'zim ham qidirgan mol mana shu. Tez foyda qiladigan ham, uyiga mol qilib qo'yadigan ham mana shu. Akalar, mol kuragini ikkinchi kurakka yoribdi jonivar. Mana buni qarang. Birinchi bolasi buqa-ku. Qop qorasidan buqa bo'lganda ham. Sutga akalar 3 kunlik bo'ldimi? 3 kunlik bo'libdi akalar, 3-kun bo'libdi tug'ilganiga. Ha, tutagini qarang. Aka bu nech litr sutga xudo xohlasa? Ha, buni qarang. 5 litr beraveradi, balasi ko'proq tagida yuribdi. Talas tagida yuribdi, 4-5 litr birinchi qoringa. Akalar, mol endi ochiladi, 4-5 litr sut beryapti, deyapti. Hali sut pallada ekan. 3-kun bo'pti bugun bolasini tug'ilganiga, mana bolachasini qarang, mana sifatni qarang. Mana. Mana bolasi. Nima deyapti akalar? Bitta lakni bulatib qo'yamiz deyaptimi? Hop, narx sindirishga bitta narxi yoradi aka. Narxi bitta yormasalar bo'lmaydi. Nimaga aynan aytaymi? Bolasi buqasini birinchi qoringa so'radimi? Bozorda yo'q bunaqa narxga. Men o'zim narxini spesialni tushirib qo'ydim. Aka, meni kanalimdan chiqqanga arzon qo'ying, arzon qo'ymasangiz men kanalga qo'ymayman dedim. Muhridim, arzon qo'yaman. Qo'ying dedi. Narxini eshitib borib hayron qolasizlar. 30 million, 28 million deyapti-ku, to'g'rimi? Bolasi buqa birinchi qoringa akalar, taxminan bo'yi 120 ni hisobini olaringlar. 122, 123 chiqsa kerak, 120 plyusga olaringlar. Kichkina mol emas. Bolasi buqa. Nech pulga ketdi? 25 million 700 ming vodiy bo'lib dastavkasini qilib beramiz. Akalar, bundan oshiq tushira olmayman. To'g'ri tushuninglar. Xuddi. Ha, men bundan oshiq men tushira olmayman. O'zi videoni boshlamasdan oldin men akanchani minimumga tushirib qo'ydim.
25 milyon 800 mingga 700 mingdan 25 milyon 700 mingga vodiy bo'ylab dastavkasiga ketdi besplatni qolgan joylarga kelishilgan holda molli sifatga bitta e'tibor qo'ying. Kuragini endi yoradi bolasi buqi. 25 milyon 700 ming akalar telefon qilinglar ey. Savdo sunnat yana o'tib beradi. 25 milyon 700 ming yana kami bor birinchi qoringa. Mollarning sifati urganda ketdi mol emas. Mana bu qarab qo'y. Kalla holatini qarab qo'y. Joning sog' bo'lsin san ey. Hammani qarang. Yaxshi mol. Bolasini 2 oy tagiga qo'yib yuborsanglar akalar, sizlarga ana bu onasi arzimagan pulga 5-6 millionga qolib ketadi. Mana shu onasi sizlarga arzimagan 5-6 millionga qolib ketadi. Mana gapim, gap. Endi mana bu shvedga keladigan bo'lsa, shvedni qarang, turuvini. Ha, turuvini qarang, shvedchani. 8 oydan oshgan bo'g'oz. Qani janva. Mana bola akalar, Luboy bilmaydigan odam ham shunaqa qilsin suyak bo'lib turibdi. Mana birinchi qoringa kuraklarni endi yoriyapti, yorishga kelib qolibdi, mana pakka qarang. 8 oydan oshgan bo'g'oz akalar. Shved variantidan, tuni tozasidan, xudo xohlasa hijolat qildirib qo'ymaydi. Akalar, kimga qanaqa ko'rinyapti-yu? Bilmayman, bo'ylari shu 120 ni hisobini olarasiz. 120 sal 120 kelmasa ham 118, 117 ni hisobini olavering-a. Kuroklari 2 dona, 8 oydan oshgan bo'g'oz. Narxi 24 million. Yana kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalar bor, besplatni. Bitta telefon qilasiz, mol yetib boradi. Yemasa, ichmasa, biror joyda bir aybi bo'lsa, mol qaytadi dehqonning o'zi, akani o'ziga, dehqon demay, akani o'ziga qaytadi. Aka saqlab tug'dirib sotadigan aka hamma biladi. Bo'g'oz olib kelib, 8 oylik bo'g'ozdan olib kelib, yoki yetiltirib yoki tug'dirib sotadi. Mana shu akani xonadonlariga yoki yo'g'asa kelasizlar, yana bundan tashqari 10 ta 15 ta mollari bor. Ko'rasizlar, xotirjam yoqtirganinglarni olib ketaverasizlar. Men bu mollarga bitta telefon bilan, lekin choy ichib turguningizcha mol xudo xohlasa yetib boradi, uyingizga boradi, yedirib ichirib ko'rib pulini beraverasiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ekran ortida ko'rishguncha.